Alaykum, hurmatli Semental Uz YouTube kanalining obunachilari, barchalarini ro'za oyi bilan tabriklagan holda o'zimizni xonadondan 2 bosh o'najinimiz bor. Shularni sotish maqsadida video qilyapmiz. Hozir quyosh tushib qolyapti, shunga mana shu oq ko'pi 2 kurak o'zalidan chiqqan o'ta katta sigirni bolasi. Bu bo'g'oz, 2 oylik bo'g'oz. Endi bo'ylari 1.40, 1.45, mana bo'yi 1.30. Ikkalasini ham sog'ligi, yeb ichishi hamma tomonlama javob beramiz. Endi hisoblayni olishlar uchun 600 kilolik mol mana shu. Bes chiqib qoladi. Hariga buqaga tayyor shu 350 360 chiqib qoladi. Kelasi ham toza qonli semental. Mana qizil nozgina shoqi bor. Bu shoqi kesib tashlasa ham bo'laveradi, tursa ham bo'laveradi. Juda yuvosh. Orqasidagi to'qol. Bunisining narxi cho'zmaymiz. 33 million kami bor. Qizilining narxi 23 million kami bor. Ikkalasi agar bir joyga qiziqqani bo'lsa 55 million kami bor. Arzonlashtirib beramiz. Qiziqqan odam bo'lsa telefon qilsa, telegramimiz bor shu nomerda. 94 499 0200. Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Yana boshqa videolari bor, tashlab beraveramiz. Hozir endi quyosh tushib qolayotganiga qisqa video qildik. Tashlab beramiz. Yeb ichishi, yurishi hamma tomonlama sog'lom. Bah. Katta sigirdi bolalari. Telefon nomerimizni yozib qo'yamiz. Bemalol qiziqqanlar telefon qilaveradi. Ikkalasini ham yelinlari to'rtta joyda videolari bor, tashlab beraveramiz. Kelib ustida ko'rib olaman deganiga ham lakasa tashlab beraveramiz akalar. O'ta pachka orqalari. Mana yurishlari. Buqaga tayyor ham juda chiroyli mol. Bo'g'ozi ham. Bemalol telefon qilaverasizlar.